Bu gunoh islom shariatidagi eng og'ir gunohlardan. Tark sola. Ya'ni namozni tark qilishlik islom shariatida eng og'ir gunohlardan hisoblanadi. Chunki kim namoz o'qimasa qasddan bu Alloh bilan aloqasini uzgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisida namoz hablul mamdud, ya'ni shu arqon degan. Allohga boradigan arqon, banda bilan Allohni bog'laydigan bir arqon. Kim namoz o'qimasa shu arqonni kesibdi degan. Ya'ni menga Alloh kerak emas degani deydi. Agar shu namoz o'qimayotganlarni ajdodlarini qaysidir opodorasini, ya'ni sayuzdan oldin yashab o'tgan otalarini qayta tiriltirilsa, kim ularga aytsaki, falonchilar seni zurriyoting bo'ladi, seni avlodlaringdan shunaqa benamozlar chiqadi, falonchilar desa, u ishonmagan bo'ladi. Chunki avvalgilar namozsiz hayotni tasavvur qilisha olmagan. Bu eng og'ir gunohlardan bo'ladi. Shuning uchun namoz o'qimagan odam eng yomon odamlardan yoki payg'ambar alayhisalom tilida badbaxt odamlardan sanaladi. Payg'ambarimiz aytgan buni. Shu namoz o'qimayotgan odam shu namoz o'qimasdan qanaqangi og'ir gunoh qilayotganini bilganda, shuni his qilganda umuman tuz totmay qo'ygan bo'lardi yoki bir ho'plam ham suv ichmagan bo'lardi. Namoz o'qimagan odamning hukmi haqida ulamolar ixtilof qilgan. Ya'ni namoz o'qimagan odamni kim deymiz? Eng yengil olganlar, to'la mazhabning ichida ham, boshqa ulamolarda ham namoz o'qimagan odamni eng yengil olganlari fosiq deydi. Fosiqni ham eng qattig'i deyshadi. Ya'ni bu bilib qo'ysa, ular qanaqa nom ularga laqab qo'yilayotganligini. Fosiq deyiladi ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozga juda qattiq e'tibor beradi. Shuning uchun Oysha onamizning hadisida keladiki, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda bir ish bilan mashg'ul bo'lsa, azon aytilib qolsa bo'ldi, hamma narsani tasharida biz tanimay qolardik. Keyin namozga ketardi. Har qanaqangi muhim ishni ham tashab. Agar payg'ambar alayhisalomda hazabahu shay bir narsa, ya'ni Rasulullohga bir musibat yoki bir ofat yoki bir boshqa narsa keladi, masalan, musulmonlar jangda mag'lubiyatlari, qanaqangi bir muammo keladigan bo'lsa, namoz o'qirdi deydi. Vasta'inu bis-sabri was-solah. Sabr bilan, namoz bilan Allohdan yordam olinglar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib yordam olar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganki, "Ju'ilati solatu qurratu ayn." Namoz meni ko'zimning quvonchi bo'ldi. Ya'ni boshqa birorta ibodatni aytmagan. Namozni shu ko'zimning quvonchi bo'ldi deydi.